Yaxshimisizlar? Barazaqanglar. Ota-onanglar tinchmi? Mana yana keldim o'zim yerimga. Hozir mana oshqovalarim manaqa bo'pti. Bir agronomlardan maslahat olib so'rovdim. Haligi YouTube'da nima qilib nimasi chiqyapti agronomlari mashina. O'shalardan so'rasam o'zi yaxshi insonlar ekan. Tortinmay so'raverish kerak ekan shularni. Nima qilsam izobion yoki temir, sink moddasi ko'proq narsalardan aralashtirib seping dedi. Ba'zi bir joylarda manaqa bir barchalari manaqaga o'xshab qoluvdi-da. O'shanda aralashtirib sepdim. Undan keyin karbamid, kaliy, amofosni aralashtirib haligi ildizdan bir 20 santimetrcha uzoqroq qilib ekib chiqing deb maslahat berishdi. Men uni endi jicha kech qolibman, avvalroq so'rashim kerak edi ekan. O'shalardan nima sepib, ko'mib nimalarni sepdim. Mana 2 kun avval suv qo'yuvdim. Xudoga shukr, ancha o'zgarish yaxshiday turibdi hozir. Endi bu yog'ini endi Allohning berishi. Xudoga shukr, o'zgarishimiz yaxshi, yomon emas. Endi birinchi yilimizga yaxshidir, o'zimcha yaxshi deb qilyapman. Palak yana rivojlansa kerak. Shu mana shu haligi ekadigan dorisiga ozgina kech qolibman shekilli-da, o'sha avvalroq qilish kerak edi ekan. Men kimdan maslahat so'rashni bilmay ozgina anglashilmovchilik bo'lib shekilli menda. Bilmaganini so'ragan yaxshi ekan-da har qalay. Mana u avvalda hammalari anchagina yaxshi. Endi onalarni ham boqib borsa kerak. Xudoga shukr, har qalay yomon bo'lmasa kerak. Nima aytadi? Palaylar ham qo'lni ko'mib rivojlanish anchagina endi yana Allohning berishida. Biz bilan biz harakat qilamiz. Bu yoqqa berishi Allohning o'zidan. Endi Alloh beradi deb indamay qaramay qo'ysang, bu ham bo'lmagan narsa. Bilmaganni so'raymiz. Qo'limizdan kelsa birovga maslahat kerak bo'lsa, maslahat beramiz. Hammalar bu sarg'ayishga yib qopti mana. Xo'p, yaxshi qilinglar, hammanglarning omadinglarni bersin.